Azizlar, mana ko'rib borayotganlaridek tomimiz bu tarafi 15:45, bu tomoni, oldi tomoni. Ya'ni oldi deganda yon tomonida. Bu orqa tomoni esa 13:90, pashti 14. Mana ko'rib borganlaridek azizlarim, Xudo xolasa kirishalarimizni boshlaganmiz. Mana bu konvert emas, bu tepadan qaraganda bir raketa shaklida chiqadi. Raketa deganda qanday? Bir haligi reaktivni samolyotni shaklida tepadan yuqoridan qaraganda, chertoj bilan qaraganda shunday chiqadi. Oldi tomoniga ham chiqqanimanki, mana ko'rib turganlaringizdek do'stlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Bitta laykchalarni urib azizlarim, qo'ldan kelgancha qilib borayotgan ishlarimizni ko'rsatib boramiz inshaalloh sizlarga azizlar. Mana bu tomoni ko'rinishi. Ya'ni hozir bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu yonbosh tomoni, ya'ni bu mana ko'rib turganlaridek bu tomoni 11 metr, bu tomoni 13:90, nari tomoni 15:45. Azizlar, ko'rib borganlaridek hamma tomonidan tomimizni idealni qilib boryapmiz do'stlar. Mana uy katta, juda katta tushgan uyimiz. O'shaning hisobiga tomimiz ham o'sha darajada ko'tarilyapti do'stlar. Mana sizlarga qanchalik ko'rinyapti, bu tomondan mana ko'rsatib qo'yay azizlarim. Mana bugungi sanamiz 2026-yil 12-fevral sanasi azizlarim. Qor yoqqanda hozir to'xtadi, endi xudo xolasa bugunga yana yomg'ir abishat qilingan, yomg'ir yog'adi deb sinoptiklar tomonidan. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etasizlar degan umiddamiz. Uylarimiz ko'rib borayotganlaringlardek. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz azizlarim, obuna bo'lib qo'yishni.